Zəbur 52. Munaccat. Nechun maqtinisan razillikingdin ey nochi, мәңгүліктүр Xudoning mаңы болған muhabbeti. Tiling ittik, o'xshar o'tkir ustirg'a, u istar vayron qilishni mahirdur yolg'onchilikqa. Afzal ko'rsan yaxshilikdan yomonlikni, haq so'zlashdan yolg'onchilikni. Amroq sen odamni tugashtiradigan yolg'on so'zlarga, shuning uchun Xudo seni yo'qtidi manguga. Tutuvilib u seni tartib chiqar uyingdan, yiltizingni yulib tashlar bu fani olamdan. Buni ko'rib haqqoniylar hangtang qalar, u nochini mundaq deb zangni qilar. Qaranglar, bu Xudoga tayanmagan kuchlik odam edi. U faqat o'z boyligiga tayangan edi. Boshqalarni vayron qilish badiliga kuchlangan edi. Men xuddi baraqsan o'sgan zaytun darg'iman. Xudoning uyida mustahkam gulinib o'siman. Uning mehr muhabbatiga mangu ishinaman. Shafoatlik bo'g'ach Xudo, umid bog'layman sana. Taqvodor xalqing orasida mangu shukr etiman qilgan yaxshi ishlaringga.